Ayak mı lan? To'xta! Hey, canım, Rahip. Unda qilmisizlar. Bu sening nimang? Bu bizning xon qizimiz. Xon qiz? Voy. Ablamış. Abla. Rahip. Bizning bu xon qizimizni nega apmoqchisizlar? Xon qiz butqa ko'chi yiqib, buddaga xizmat qiladi. Rahip. Kengchilik qilsa, bizning xon qizimizning muhim ishi bor deb bosh kuni berib tavab qilsin. Yaxshilikni bilmaydigan. Abmanglar. Rahip. Yo'q. To'xtama. Xon qiz taqi chiqib gunohini tilsin. Butni tavab qilsin. 10 kundan keyin minsa ko'mish akilib, 40 oyoq davonidagi butxonada nevelanglar. Vaqti o'tsa, jinidan juda bo'ladi. Abdullah. Hey, chapsam berib Cheptar begimga ma'lum qil. Kiranglar. Hey, oyada yana biz keldik. Kiranglar. Dükkanlar. İşine çık. Açmışsınız, çekildi mi? Bana, vurma. Amına geldim. Bana. Roy, bir qo'shiqni imtilayman. Roy. O'rningizdan turing. Tofu. Dükkanlar, nimancha o'liqib ketisiz? Menimi qo'rqitib etdingiz? Rahip hazratlari, bu do'konga nima uchun keldiliki? Pekir rahip xonamdan kelishim. Chinjo'ga bugun keldim. Qitirab yurib kun bo'yi hech narsa yemedim. Chapsarroq may bilan g'izo ekan. Xo'sh, qani. Rahip, o'tasizlar. Rahip, qani o'tasizlar.
Do'kandar sizmi? Shundaq. Familiyam Sov. Ismim Jin. Bu yerda do'kon ochqili xil uzoq bo'ldi. Ane to'pu. Do'kandar. Bu yer qaysi kentkin? Bu yer nimandaq vayrona? Ko'chada jasad yotsa, hech kimning qori yo'q. Birar cho'ng voqea bo'ldimi, nima? Shuanlong kentdagi ishlarni aytib tugatgili bo'lmaydi. Shuanlong kentida g'alati ishlar chiq. Qani Raib, tamom qilsizlar. Bo'ladi. Hazratim, bu yerga nima vajidan keldilekin? Fikr bu yerdan o'tib, toqqa chiqib, kuchi yoqmoqchi. Qirq oyoqda o'nadagi butxonig'imi? Ha? Qirq oyoqda o'ni mushadimi? Bu yerga yaqin. Anglashimcha, Arlong tag'ida kuja nayt ko'p yiqiladi ekan, shundaqmi? Arlong tag'ini qaroqchilar allaqachon egallab olgan. Hazratim o'zlari borolmaylar. Sho'nglan kenti bakli vayron ekan. Bu qaroqchilarning qig'ayishi o'xshamamdi. Yo'q, Arlong tag'idagilar puhroga ziyo yetkazmaydi. Ularchu o'ktamlar amaldorlar bilan tutishidi. Andaqda ko'chada yotgan bo'yni kim o'tadi? Bu gapni desam, hazratimni ko'ngli kelmasin. Uni silig o'xshash chash qo'ygan bir rohib o'tadi. U mush qirq oyoqdagi butxonada. İsmi Raib Sani. Uning gompisi putida bo'lg'ashqa kishilar uni temir putgaday deyishidi. Davanda Wang Shayx degan birisi bor deb anglab edim. Yana biri. Shunda u ushqir qirq oyoq yiliqi Raibdimi yaman? Zoitlik yo'liga kirgan kishi savobli ish qilish kerakdi. U nimishqa odam o'ldirdi? O'ltaganni oz deb odamı bulaydı. Chiroyli qizlarni ko'rib qolsa, opqachidir. Ularning yarim yildan buyon qilgan bulonchiliklarni sanab tugatgilimi bo'lmaydi. Ushqir qirqoyoqchi. Hammasi bir jangalning bo'rilari. 3 yil bo'ldi qirq oyoq davnida Wang Shayx o'z yolg'iz Humayun qasrida turib kelgan. Yarim yil bo'ldi Sharq poytaxtidan Li Raib degan biri 10 necha shogirdni boshlab kelib, bosh Raibni o'ldirib, ibodatxonada tortib oldi. Ushqur qirq oyoq bilan opoq-chapoq bo'lib, texmadini ochdi. Shundan keyin fuqarolarga bak zulm soldi. G'ujidorim qani? Sen hayvan! Mening qizimni bulab, g'ujidorimni o'ldirib, texi bu yerda men ichib yayrab ketibsin ha? Bo'ldi. Qayraganda menga bu jonning keragi yo'q. Sen bilan ilishmaydigan bo'lsam, cho'plar begim. Do'kandar. Cho'plar begim. Sen qo'qulaqsizlar. Oldiringizlar. Siz xatolaşdilar. Cho'plar begim, siz xatolaşdilar. Bu rohib yoq yurtinga yo'lovchi odam. Nima? Sen hey! Qirq oyoq davindagi qonxo'r bulonchiroy bu kishi emas. Çöpler bugün. Çöpler bugün. Şovyen kızım. Bu dünyalıkta bir dallı kızım battı. İsmi Cao Shoying. Bugün çoğun anısının uygu mangan. Bu balağı uçuraptı. Ben emdi onun merhum anısını kandak 100 kilaleymen.
Rostimel ular shuncha g'aljirlik qilsa, nemishqa Yomilga arz qilmaysizlar? Hey, foydasi yo'q. Ziyonkashlik uchirganlar ko'p qitim arz qildi. Kentdagi ulug' qushaq amaylar arz izib, Yomilga tutdi. Chingjining valisi yashinib qolgan odam, uni podshoning cho'ng tog'isi deyishidi. Lekin Puhrani o'ylabmi qo'ymaydi. Ularning lashkarlari Erlon teg'ig'ila hujum qildi. Oqibat qandoq bo'ldi? Oqibatda talafat yeb, yengilib qaytdi. Demek, bu yerdeki rahibning Yomil bilan tili bir ekanda. Dokandar, Xo'sh, bu yerda qo'nalg'i bormi? Bor. Bugun kecha mashayda qo'ndiganda qilaman. Obda nihoyat esli o'jirimiz bor. Ma'pulni oldin og'ashtiring. Yetmasa, degani beraman. Yo'g'isi, hazratim jahon kezib, sargardan bo'lib jursizlar, sizlardan saroy pulini olamdigan. Uning ustiga muncha ko'p pul 4-5 kunimga yetib oshadi. Eshib qolganni xodimlar qaylisin. Xo'sh. Eşqallah. Rahib hazratim, amsa marhamat. Shayxim, ta'xir qiling. Siz 40 oyoq davunidagi shayxlar bilan bir murtlardan bo'lgandan keyin mening o'rnimda ularga gap qilib, qizimni ozod qildirvasangiz, sizning bu yaxshiligingizni men cho'qim qaytaratdim. Çöptar begim. Tig'ish farq etilmadimi? Bu rahib hazratim u bilanchilar bilan bir mazhabda, bir yo'lda emas. Bag'ini bilanmi? Beka. Sizlar berib, boshqa bir amal qilib baqsizlar. Hazratim, marhamat. Men endi Çoğun begim, savr kızlar. Şavyum kızım. Sen berip jinsini aldırat. Çakanırak yasını bezmege girsin. Hey! Şunda hasretli gündü mü çıklam sen? He?
Kan kız. Sazdan kaptırdın. Çaptarak çaptın. Hazırlı bezmek girsen. He? Tüy. Vaqt kelganda ixtiyoring qo'yvatmaydi. Hurmat sharobini ichmasan, jazo sharobini ichib qolsan. Ani Allohga o'xshash tirik turib azob tortsan. Ün çıkarma. Ey! Siz çalışıyorsunuz mu? Han kız mı siz? Sizni kutkuzup atınızga tavşırıp beylik geldim. Köpler bey tağ bağırdı kütüp durdu. Siz Kendimden beni. Tutun beni. Hemşehriler, dağdan düşüp cininlarını ep kıçınlar. rahmet sizlarga kızılkar. Ben bilemeyim ulan. Çabuk. Çabuk.明了。Birden yoşurunup durunla. Hazırlı kelime. He? Ha, iltifat kıpla. Aldırga çıkamıdım. Kene merhamet. Merhamet. Yokur öste. Özlerini çillap mı keltiremeyimiz? Yoksa. Yeni bir sahip Cemal'ını kolgu çürüpsiz. Kelip tebriklemesen bolamdı o, ha? Yoksa. Taksir. Özlerini moyun bir iş için teklif kılıverdim. Hoş. Bu ne közden köçürse? Şarkı paytaxtiki seybegim
shaxsan farmon tushiribdi. Ha. Yana oldirtib xat keldi. Bizni tez jang qilib Arlon teg'ini e'lonla debdi. Yaxshi. Əmisə ilim. Bu ishda o'zlarining karomatlariga tayinamiz. Mən bolsam harda yatqan bir zahid. Siz bolsanız saybigim əvətkən sərkərdə. Küllənin birdə Erlon tığını elib, Çincu təbəsini igəllisiniz. O çağda Spalamı haydigici hoyddəb. Siz sərkərdigə pərman bərdar bolamikin, ha? Yo'qsa. Arlon teg'ini olganda albatta o'zlarini taqdirlaymiz. U chaqda mansabga sazovor bo'ldilar. Qandoq qilmoqchisiz? Arlon teg'idagi birli yo'lni bir kishi to'sib olsa, ming odam ochamaydi. Taqsir o'zlari karomat hunarlari bilan kutilmaganda toq chiqib olib, Guldar Sheyx Lurjishin bilan manglik yo yong'ini o'tasa, peqir muritlari taqtib turib maslashpasam. Erlon tegi tabi to'saqlardan boshqa xillangan batırlar toplashqanda. Men o'zim yolg'iz chiqib, o'zimni tutib beramanmi? Sizlar taqdirni bekor turib, yasirdimni olasizlar. Amisa o'zlarining fikrlari Düşmanni aldab tağdan çürüş gerek. Ha? Gelin. Beli. O'zlariga ham farosat Qirg'iziston sardorida. Yaraydi. Ot ketdi. Aqo'l ot ketdi. Chimsaq o'chiringlar. Maqul. To'xta. Maqul. Qanday qilib o'tkazdi? Tekshirmidoq. Amisa aqo'lida yanıdığan kuyucudan bağımıttı? Yo'q de. Siz berib beşiringlar. Qo'y. O'zlari o'tirib tursa, men berib tekshirib baqay. Xo'p. Çoğun yangına? Bu Tanrı'nın kulağı bergen cezası. Şundak oğru ayıplar köyüp geçsin. Şeyhim görünmeydi bu. Ben mi görünmeydi? Karab. Bu ne? Kadergi çıktı. Hoca Tahman'ı bu yerde seni saklayan ne var?
amal bo'lib qolar. Amal tutib qolar. Çöpler begim. Bir amal kızlan kutlaylı. Ular oğurlardan kutulgan tağdırdı mı? Bu can otun kaçıp kutlanmaydı. Çöp sarıp bir amal kutlaylı. Çöp sarıp. Benim bu Can begim. Tezrak bir amal kutlan kutlaylı. Tezrak kutlaylı. Benim kızım. Ne boğan bu ha? Aka, ben karşıda. Bu ot nerede kuyuvatıdı? Qirq oyoq davondagi butxonada. Bugün akşam Muşiye'den bir musafir derviş öttü mü? Kechqurun bir ayı bu yerga tushgan. Uyg'onib qarasam, yo'qtirdi. Nega ketgan bilmadim. Akşam bir tushgan. Mollucak, öndürün kaltız, özden mi o yaşkense. Bana lirayetini örterdim. Hem de sen Muşu Butxan'ın mötevellisi, 40 ayak davnının ikinci kocusu oldu. İkimiz kol tutuşup, tağını sorusak, kandak deysen, ha? Alvasti. Sen yağmur bilen birleşip kurala zulüm saldın. Endi günün ahırlaştı. Kire, cinini alımen. Özen kiçik. Gepin yoğan nemiken sen. Mendek uçkur 40 ayağının kimliğini bilmesen gerek. Hay! Küre bana! Hay!
Yaraysiz. Bo'lsin ukam. Aka, yenge. Ukam. Ukam. Aka. Nimani xaloyiq? Qizimiz cho'yingni ko'rganlar bormi? Kimda? Bechora qizimiz. Sho'ying. Qizim, sho'ying. Sho'ying qizim. Oyoq yedimmi qizim? Bolam unutma. Shafaatimiz bizni. Aka, qaram. Kızım şapatan. Kızım unutma. Ha? Şafaatçimiz bizi. Dükkanda sovchinkan bu. Yardımınızga rahmat. Toka! Toka! Do'stlarida Yasardar Hazretini taqib taklif qildi. Qarsla hazırdım. Dükkandar qarsla. Aka. Yolvasını öteyen Batır Husun ki emasmi? Hürmetli qipti men. Yo'g'isi. Dükkandar. Yo'l başçısılar. Adlon tayyorga chiqib, Lu Yang sardarlarga salom beraylik. Xo'p, xo'sh qani. Xo'sh. Yığılıma kızım. Yığılıma kızım. Şafaatimiz tutazdı.多亏了恩人救了咱呐！多亏恩人。哎，大和尚哪去了？恩人哪去了？哎，你们看见恩人到哪儿去了？哎，桂娘，咱们找他去。走，咱们过去找找。
在那儿。哦，哎，姑娘，哎，在那儿。恩人呐，苍天保佑，苍天保佑，一路平安。这就是二龙山上七雄聚义。但是武松的故事并没有结束，往后还有三山聚义打青州，众虎同心归水泊。到那时，武松才成为梁山泊上的英雄好汉。